Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotiralari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Urumchi. Tangirtog qamoqxonasi. Men go'rdan chiqqan. 2013-yili 20-avgust. Tutilgan kunning ertasi saharda meni Qashqardan Urumchiga aeroplan bilan ilib kelishdi. Aerodromdan bir mashinaga chiqqan edik. Beshimda qora xalta bo'lg'achqa hech nimani ko'rolmadim. Faqat mashinada qo'limdagi ishkal bilan shoförning gelini bo'g'ishdan o'zimni ta'sda tutib mang'inim esimda. Gelini bo'g'magan taqdirdimi rolga esilsamla hammaylan biraqla tugishatdik. Sur'atning noati tezligini his qilib turatdim. Farzimcha mashina yuqori sur'atli yo'lda ketyotdi. Bu yo'lda hodisa ko'p bo'ladi. Bultur mushu yo'lda qazo qilgan bir do'stimning inisi esimga keldi. Mashinda bo'lgan parangdan Tangirtog rayonlik saqchi idorasiga ketayotganimizni ta'minladim. Bakmu uzoq mang'andan keyin mashina sur'atni ostilatib aylanishga boshladi. Sirtdan keladigan ovoz to'xtadi. Mashina yer ostiga qarab haydalgandek qiladi. Burun Tangirtog saqchi idorasining davlat bexatarlik tarmoq atirti so'roqxonasini yer osti qavatda deb anglagan edim. Urumchining Uyg'urlar eng ko'p yashaydigan Tangirtog rayoniga joylashgan bu so'roqxona Uyg'urlarga tunishliq bo'lib, nomi tilga ilinsa, kishilarning ovozi o'chib, chiroyi g'azablik tus oladi. Tangirtog rayonlik tarmoq saqchi idorasi silingan bu yer asli Tömür Xalifa, Xo'janiyaz Hoji, Sherifxon To'ra, Sabit Damulla, Qurban Qoday, Mas'ud Sabri, Abdul Aziz Chingiz Damollam qatorliq Uyg'ur tarixidagi boshlamchilar va o'rlik jangchilari dafn qilingan ko'ni bir qabristonlik edi. Men bu qabristonlikdan ko'p o'tatdim. 1912-yillardan boshlab tumanlagan kishini kayniga silib ozodlik izdegan, qalam va qurol bilan 100 minglagan kishilarga ta'sir ko'rsatgan qahramonlarning qabrisi mushundoq bir to'pilikda. Haybat binolarning orasida bequvul, esil mashinalarga to'lgan cho'ng yo'l bo'yida g'arib ko'rinadi. Qurban va Ro'ziyettin bo'lak chog'larda bu qabrlar ancha yo'qlanmaydi. To'plashgan yigit qizlar bu yerga gul ko'tarib kelishmaydi. Qahramonlar ruhiga nazmlar, qiroatlar o'qilmaydi. Rahmatlik dadamni 1937-yili Şengsayning qo'lida Urumchida o'ldirilgan cho'ng dadisi Qodir Shamshiddinni mushu qabristonlikqa dafn qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Rahmatlik dadam Xo'janiyaz hojiga yoshlarni qurollantirib, bir kichik qo'shin avatgan, inqilobga o'g'li bilan billa qitilgan bovisining qabrisini mushunda qahramonlar bilan bir yerda deb qaraydi. Dadam bilan oxirgi qitim bu qabristonlikqa kelgan vaqtimiz 2001-yili ro'za kunlari edi. U chaqda nadon ekanman. Dadamning qo'yuq Uyg'ur ahang va talaffuzda qilgan qiroatiga qoyil bo'lmagan edim. Menga u chaqda dadamning ko'nglidan bakrak qiroatning to'g'riligi muhim edi. Oyatlarning talaffuzi to'g'ri chiqmasa, ma'no o'zgarib ketadi. Men to'g'rilikning o'lchimini arabcha deb qaraydim. Shu kuni aramizda qabra qatirishning to'g'ri xatoligi, o'likning beshida Qur'on tilovat qilishning joiz yoki emasligi, oyatlarning talaffuzini ko'ngan bo'yicha deyish yoki arabcha asli talaffuzi bo'yicha to'g'ri deyish haqida qisqa bir munozara bo'lgan edi. Dadam mening dinda o'zidan ko'p biladiganligimga ishonadi. Gepimga qoyil edi. Ammo ajdodlardan qolgan odatning, dadasidan qolgan qiroat ahangining, onasi o'rgatgan oyat talaffuzining menga kelganda inkor qilinishi uni bearam qilayotgandek qiladi. Bo'libmi, mening bir chiroyli qaturilgan qabrlarning oldiga kelib duoga qo'l ko'tarib bo'lib, bu ishlarni xatoga, bid'atga chiqarishim, yotgan marhumlarning o'liklar deb atishimdan dadamning bakla norozi bo'lganligi so'zlavitib titrab ketgan lavlaridan va ovozidan ma'lum bo'lib turadi. Dadam rahmatlik mening
Qur'on va hadisdan keltirayotgan dalillarimning oldida ya o'zining ota bobosidan qolgan islomni aqlab bo'lolmay yoki ko'nglidagini man vahobiyga tushundirib bo'lolmay chechilib qolgan edi. Shu kuni uning ko'nglini tushundirib bo'lolmay bo'g'ilgan ovozi, ro'zda ussizlikdan yerilgan lavlarining titrishini mangu unutolmayman. 2006 yili bo'lsa kerak, bu qabristonliq bir atiganda tuyuqsiz vayron qilindi. Dadam bu gapni ovozi bo'g'ilib turib, menga telefonda deb berganda, men Lanjodagi G'arbiy Shimol Millatlar universitetida o'qituvchilik qilayotgan chog'larim edi. Azaldan biriga hol etib boqmagan, boshqalar oldida mishildiganni yomon ko'radigan dadamning telefonda bo'g'ilib aran chiqayotgan unini anglab, o'zimni tutolmay qolgan edim. İnqilobchi bovisidan faxrlanadigan dadam shu qabra qarab qilingandan keyin u tarafga o'tib boqmadi. Bovisining qabrisini tepishdan umid uzib boqmagan dadamga bovisiga tutishadigan bu oxirgi izning g'oyib bo'lishi bakmo ig'ir kelgan bo'lsa kerak. Dadam bilan 10 necha yil burun o'z erkim bilan kelgan yerga jinoyatchi degan atoq bilan yolab ilib kelinganim uchunmi qo'limda ishkal, beshimda qarxalta, bo'g'izlang'ili ilib mangan qo'ydek noiloj holga tushgachkimi bir yordamga qutqizishga intizor bo'lganimdanmi qandoq badam do'ppiliq dadam ko'zimga ko'ringandek bo'ldi. Shu paytda rahmatlik dadamni shundoq ko'rgim keldi. Dadamning shu kuni to'piga tizilibla o'ltirib qilgan duosi, muqomlarni aslatadigan mungluq qiroati quloq tuvimda yangradi. Shu an o'pkam o'rilib, bo'g'izimga bir narsa qaplashgandek, burnimning uchi ichishgandek bo'ldi. Beshimdan qora xaltini olganda o'zimni bir ishxonada ko'rdim. Tomdagi soatni va darizining yo'qligini hisobga olmaganda, bu so'roqxona Qashqardagi so'roqxona bilan o'xshash edi. 15 kvadrat metr atrofida bir uy, ichiga bir o'rindiq siqqidek to'mir qafas yasalgan, yo'lbos o'rindiq shu qafasning ichiga joylashtirilgan edi. To'mir qafasning ustidan ikki ishkal sangiloq turadi. Amdi meni esib so'roq qilamdi nima degan xiyol menamga zing'ida og'riq kirgizvatdi. Oldimda o'ltirgan so'roqchining oldidagi tomga bir, keyindagi tomga bir kamera o'rnatilgan edi. Bu yerda nazorat qilinayotgani menla emasdek qilatdim. Qaraganda meni tutganlarning bu so'roqchilarga ishonmaydigan bir yerlari bordek qilatdi. Kalpuklarim qo'rqoqdan do'rdaygan, yuz, ko'z va qapoqlarimdagi tayoqning ishiqi o'zimga sezilatdi. Ammo chiroyimning qandoq to'nuqsiz bo'lib ketganligini, beshimdan qora xaltini olgan so'roqchilarning piyoladek yo'g'nab ketgan ko'zlaridan bildim. Voy, nim bo'ldi buningga? Go'rdan chiqqandek qo'rqoq besib ketibdi-ku, deb tashladi bir ayol saqchi koridorda o'tib ketib. Uyg'urchada chiroyi qo'rqoqdan butunlay to'nuqsiz bo'lib ketgan, ko'zidan nur, rangidan qon yo'qab o'likdek qo'rqinchli bo'lib ketgan odamni go'rdan chiqqandek deb tasvirlaydi. Saqchi ayol yo'shirmayla ko'ngildagini aytgan edi. Menga tunji qamalgan kamir go'rdek tuyulgan, men shu go'rda o'likdek ifodasiz soatlarcha o'ltirib ketgan, hatto hiliqi chida yurkim degan xatni ko'rmagicha yig'lashnimi unutgan edim. Men rostilla Qashqardagi go'rdan chiqqan, insonga o'limdanmi ig'ir keladigan bir xo'rliqdan o'milab qo'pib chiqqan edim. Bu qitimqi so'roqda Qashqardagidek 3 kishi bor edi. 40 yoshlarda bor biri hech nima so'ramay xotirlabla o'ltirdi. Uningdan yoshroq ko'rinadigan g'ulja talaffuzda so'zlaydigan biri to'xtamay so'roq qildi. Qashqardan meni tutib kelishga qatnashgan muxtar bo'lsa, qo'rsqini pompaytib, ularning qishida mugdigandek o'ltiratdi. Tutush buyrug'ida mablag' chiqarishda soxtkorlik deyilgan bilan Qashqarda bu haqda so'ralmagan edi. Tangirtog' soqchi idorasida qilgan so'roqda na shirkatning, na mablag', na kirim chiqimning gapi bo'lmadi. Ba'zida tahdid, ba'zida soxta shafqat,
ba'zida shapaloq bilan tushdan keyin soat 4gacha davom qilgan so'roqning mazmuni asosan Amerikadan nima qaytding? Kim avatdi? Turkiyada kim oldinga chiqdi? Nima qilding? Amerikada kimni taniysan? Turkiyada kim bilan ko'rishding? Ona til ma'rifini nimaga ko'tarib chiqding? Ona tilni qo'g'dash haqida nima yozding? Nada leksiya so'zlading? Nima mazmunda so'zlading? Necha yerda yasli qurding? Kimlar bilan qandaq faoliyatlarni qilmoqchi bo'lding? Degandek savollar edi. So'roq boshlanibla Saman qo'rsoq Muxtar meni xatarlik oqibatlar bilan ogohlantirdi. Ortilgan jinoyatlarning hech birini men qilmagan taqdirdami, eng oz 15 yil kesildikanman. Chunki mening qurg'unim ona til shirkati emas, ona tilni vosita qilgan aksil inqilobiy tashkilot ekan. Ularcha ona til harakati orqali mustaqillik da'vosi qilarmishman. Uyg'urlarni kushkirtib 5 iyuldek cho'ng to'plang paydo qilarmishman. Shirkatim tijoratni emas, bo'lgunchilikni maqsad qilarmish. Asar yozish, leksiya so'zlash, yig'in uyushtirish, maktab va yasli echishdagi maqsadim Şinjanni ayirib mustaqil qilish uchun qilgan tayyorliqim emish. So'roqdan bayqishimcha ularning maqsadi mening nima qilganligimni bayon qildirmoqchi emas, balki ularning tasavvuridagi jinoyatlarimni iqror qildirmoqchidek edi. So'roqdagi tuhmatlardan menga davlatni parchalash, qonunsiz yig'ilish, hokimiyatni og'dirish, milliy o'chmanlikka quturtish qatorliq jinoyatlarning birini suvmoqchi ekanligini ta'minladim. Men burun anglagan Uyg'ur siyosiy mahbuslar doim mushundaq jinoyatlar bilan sotlanadi. Shunga ular so'roqda to'qib chiqqan jinoiy paketlarga hayron qolmadim. Jiddiylashib o'zimni oqlabmi ketmadim. Ularning savoli nima qilding? Nima deding? Shaklda emas, mundoq deding yoki qilding. Shundaqmi? degan shaklda bo'ladi. Masalan, mendin 2013-yili 5-oyda Xotanda kishilarni yig'ib, davlatning qo'sh til siyosatiga qarshi quturatqulik qilding. Shundaqmi? deb so'ralgan edi. So'roqlarning oxiri doim gap qila, shundaqmi emasmi? deb varqirash bilan avjiga chiqadi. Men xotirjam qarab o'ltirib, yo'q, undaq emasla deydim. Har bir so'roqqa tushuncha bermay, faqatla inkor qilardim. Tayoqning og'riqi faqat urilgan yer ishig'icha bilinadi. Buningga chidab ketdim. Ammo varqirashlar, haqoratlashlar, mazoq qilishlarga chidamoq tez edi. Mura, tog'oq, bo'yin, yuz, ig'iz, qosh qapoqlarga tekkan tayoqning quloqlarimga tegishini shu qadar orzu qilgan bo'lsam-mu tegmidi. Men pang bo'lgan bo'lsam, so'roqdagi yilonning nashtaridek zaharlik, chayon chaqqandek azobliq ahonatlarni anglamagan bo'lardim. Men ularning menga bu qadar rahimsizlik qilishining sababini bilolmay hayron edim. O'zi bilan hech bir o'ch adovati bo'lmagan, o'zini g'azablantirgidek hech bir ish qilmagan, putquli bog'linib o'ziga qo'l yondirolmaydigan biriga ularning musht, tastaklarni o'ynatishlari, tillab varqirab ketishlari menga taajjublik tuyulatdi. Qandaq haqorat qilsin, qiynasin, ulardan yo'shirg'idek ish, degudek gapmi yo'q edi. Qashqar talaffuzda so'zlaydigan Muxtar ismli yiliqi ablahning og'zidan nijosat oqatdi. U so'roqchilarning qishida mugdigandek o'ltirgan bilan hammani bilib turadi ekan. Shu kuni soat 3lar bo'lganda bir so'roqqa yo'q deb javob berishimga Muxtar, "Ey, kollangni silkvatjuma? Uni so'rasimi yo'q, buni so'rasimi yo'q deysan. Buni so'rasimi bilmayman deysan. Hukumat sarangma, baka seni tutib. Nima planing borligini, qaysi odamlaringning nadligini, sening nada, nemining pida juguningni bilmaylam Qashqardan aeroplanda akeldikmi? Ashu jinoyatim yo'q degan og'zingga juma toza" deginicha to'pdek qanqib Rishotkining oldiga keldi. Ularning meni qo'rqitib, jinoyatchi ekanligimga qoyil qilmoqchi, o'zimni oqlashga majburlamoqchi, iqror yo'llariga boshlamoqchi ekanligini
Qashqardagi so'roqdala bilgan edim. Ularning aytishicha, sheriklarim saqchiga o'zlarini ma'lum qilganmish. O'zlari kelib hammani iqror qilib bo'lganmish. Faqat manla johillik qilib, barliq jinoyatning boshlamchisi bo'lish oldida turmishman. So'roqda Amerikadan kimning topshiriqi bilan qaytib kelding? Degan o'xshash savolni Muxtar bilan yana bir so'roqchi ayrim soatda farqli shaklda to'xtamay so'raydi. Ularcha mening bir yurish isyon planim, chet ellarda kuchlik bir tayanchim va sanoqsiz agashkuchim bor edi. Ularcha rahbar bo'lish suhbatim bilan jinoyatimni topshirsamla so'roqlar oyoqlasharmish. Yenikletilgan jazoni saqlasamla bo'larmish. Үрімчідегі so'roqning birinchi kunida saqchilarning tasma, tastak va ayvalar orqali qo'rqitmoqchi bo'lishlari meni jinoyatchidek tuyg'uga keltirish uchun aldashlari ancha ta'sir qilmadi. Soat 4gacha davomlashgan so'roqda beqinimga tok kaltak yoqqan, hushimni yo'qotsam beshimdan to'xtamay suv to'kkan biri bir so'roqchi va bir xotirlig'ichi o'zgarmadi. Ammo Qashqar talaffuzda so'zlaydigan Muxtar, so'ralma so'roqchi Anjin Kun, Xanzuan Akbarlar almishib turdi. Men ba'zi kishilarning faqat gap qilish uchunla quruq gap qiladiganligini bilatdim. Ammo Akbarni ko'rishdan burun u qadar uzun quruq gap qila oladigan birini ko'rarman deb o'ylab boqmagan ekanman. Quruq gap desa, quliqimga quruq qapoqning ichidagi uruqlarning sharaqlagan ovozi anglangandek bo'ladi. Ammo Xitoyda Uyg'urlarni paylayotgan shu Akbardek quruq qapoqlarning yerilib ketmay sharaqlaydiganligi va qancha kuchlik sharaqlasa shuncha e'tiborlanadiganligi bir haqiqat edi. Uyg'ur tilidagi quruq gap degan so'zning kayniga chiroyidan nur, qalbidan samimiyat, ko'zidan muhabbat o'chgan bir odamning obrazi yo'shiringanligini shu kuni, ya'ni 2013 yili 20 avgust Akbar meni so'roq qilgan kuni cho'nqur his qilgan edim. Akbar u qadar uzun, quruq gaplarni bekorga demaydi. Albatta, u shu dova quruq gaplarni don qilib chechib qo'yib, bosmoqning bir uchini qo'lida o'ynab o'ltirgan tajribali kaptarvoz edi. U shu talanti bilan Urumchi shaharlik saqchi idorasiga qarashliq davlat bexatarlik tarmoq atritining madaniyat, ma'rif va jamoat fikri bo'limiga mas'ul edi. Akbar Urumchida bo'lgan tunji so'roqda ancha kuchab ketmadi. Muomalasi izchil siliq bo'ldi. Qaraganda Muxtar qattiq so'roqqa, Akbar yumshoq so'roqqa mas'uldek qiladi. İsmini Uyg'urcha do'lqin qo'yib olgan Anjin Kun bo'lsa, ular yumshoq va qattiq so'roqni tangla ishlatib chiqqan natijalarni silishtirishga, analiz qilishga va keyingi so'roqlarda nimalarni so'rashga qaror berishga mas'ul bo'lgandek qiladi.